Oldin bitta mebelchi akamizga aytdim-da, aka, siz mahsulotlaringiz zo'r ekan. Endi ba'zi bir kitoblar bor, shularni o'qisangiz, bundan ham qulay qilardingiz va mijozlarga zo'r mahsulot berardingiz desam nima deganlar, bilasizmi? Ukam deganlar. Men 15 yildan beri shu sohadaman. Kerak bo'lsa o'sha kitob yozganlaringga o'rgataman deganlar-da. Tushunyapsizmi? Endi qarang. O'sha qo'shtirno ichidagi tajribali akalarimizga murojaat. Mana bu Neufeld degan insonning kitobi. Bu kitob interyer, eksteryerga oid o'lchamlar haqida. Qanaqa qilsa odamlarga, qanaqa o'lchamlarda qilsa odamlarga qulay bo'ladi, qanaqa qilsa hamma uchun, misol uchun foydali bo'ladi siz yasagan narsalar. Hamma narsani o'lchamlari bor, ko'ryapsizmi? Va mana bu yerda qo'shimcha ma'lumotlarni berib qo'ygan. Mana shu kitob uchun inson umrini tikib olgan, 50 yil umri ketgan va o'zidan keyin farzandi ham shu kitob ustida ishlagan. Tasavvur qilyapsizmi? Endi mana bunisini qarang. Bu inson o'lchamlari haqidagi kitob. Bu yerda deylik mana oshxona mebeli uchun qanaqa o'lchamlar qilishi, qanaqa o'lchamdagi insonga qanaqa balandlikda to'g'ri kelishi hammasi yozilganda. Tasavvur qilasizlar. Endi sizni tajribangiz shulardan ham ko'proqmi? Iltimos qilaman, muhtaram sohadoshlar. Bizni ilm yo'lida mutakabbirlikni yig'ishtirib qo'yaylik. Biz hech narsani bilmaymiz. O'zbekistondagi eng zo'rman degan mebelchi kelsa, men bitta odam bilan uchrashtiraman, u bizani hech narsa bilmasligimizni bitta isbotlab beradi. Iltimos, ilm yo'lida mutakabbirlik qilmasdan, ilmga ko'proq fokus qarataylik.